Tekel. Yana o'sha gadoy bachcha bilan yuribsanmi? Necha marta aytdim u bilan yurmagin deb. Gadoy u, gadoy. Senga hech narsa qilib bermaydi u. Tushundingmi? Men senga zerikka topib qo'y. Yo'q. Ana shunga tegasan. Tegsang ham tegasan, tegmasang ham tegasan. Tegmayman unga. Hayotingni go'zal qilib beradi, hamma narsangni qilib beradi. Yana nima kerak senga? Qarang, mana shu ko'ylak yo'qsa olib bering. Onam sarpamga qilib bergan ko'ylaklarni 3 yildan beri kiyaman. Tushunmadim. Men senga nima обязанmi? Borib o'zing ishlab olasan, короче. To'ydan oldin ishlamaysan degandingiz-ku. Sen menga gap qaytaryapsanmi? Assalomu alaykum. Katta saloniga xush kelibsiz. E'lon bo'yicha kelgandim. Ish bormi? Yuring, sizni direktor kabinetlariga olib boraman. E'lon bo'yicha kelishibdi. Chaqiring kirsin. Assalomu alaykum. Shirin, xush kelibsan. O'tir. Ish so'rab kelibsan. Bo'yvachchang baxtli qila olmadimi? Baxt pulda emasligini endi tushungandirsan. Oddiy dastavshiklikdan bu darajaga qanaqa qilib erishdingiz? Hozirgi vaqtda butun O'zbekistonda avtokredit bom bo'lib turgan bir paytda Kia Buxoro avtosaloni ochdim. Va barcha Kia markalarini рассрочкаga yillik 0% bilan chiqarib berdim. Xo'p, bundan sizga nima foyda? Kia Buxoro avtosaloniga foyda kerak emas. Masalan, 1-noyabrdan boshlab Kia Sportage'larimga $5000 chegirma qilib, uning ustiga 12 ta bo'layotgan propanni tekinga qilib beradi. Har holda biz pul orqasidan yugurmaymiz. Oddiy xalqni puli kam ekan deb yarim yo'lda tashlab ketmaymiz. Xullas shunaqa gaplar. Mana shu Vlad Avto City. O'ylanmadingizmi? Может, kimdir kutayotgandirman.